Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Crux terakti ishtirokchilarining hech biri jazodan qochib qutula olmaydi – Putin. AQShning Tayvanni qurollantirishi Xitoyga yoqmayapti. Netanyahuga Eron va AQSh ichki inqirozini hal qilish uchun kerak – ekspert. Ukraina dronlari Rossiyadagi neft bazalariga hujum qildi. Germaniyada maktab o'qituvchilari ommaviy ravishda islom dinini qabul qilmoqda – Bild. AQSh harbiy yordami Zelenskiy uchun faqat psixotrop moddadir – Shimoliy Koreya TIV. Crux terakti ishtirokchilarining hech biri jazodan qochib qutula olmaydi – Putin. Moskva viloyatidagi Crux City Hallda sodir etilgan terakt ishtirokchilarining hech bir adolatli jazodan qutulib qolmasligi kerak. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin xavfsizlik masalalari bo'yicha yuqori vakillarining 12-xalqaro yig'ilishi ishtirokchilariga yo'llagan video murojaatida ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi shafiyligida Sankt-Peterburgda xavfsizlik masalalari bo'yicha yuqori vakillarining 12-xalqaro yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari va huquq-tartibot idoralari ushbu terakt ishtirokchilari, jumladan buyurtmachilar, homiylar va tashkilotchilarni aniqlamoqda. Ularning hech biri adolatli jazodan qochib qutula olmaydi deb ta'kidladi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, terrorchilarning usullari tobora murakkab va vahshiy bo'lib bormoqda. Jinoyatchilarning usullari tobora murakkab va vahshiy bo'lib bormoqda. Buni 22-mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan qonli terakt yana bir bor ko'rsatdi, deya qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti an'anaviy ma'naviy axloqiy qadriyatlarni saqlash va himoya qilishni davlatlar suvereniteti va xavfsizligini mustahkamlashning eng muhim sharti deb atadi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, o'z xalqlarning milliy va o'ziga xosligi, himoya qiladigan ajdodlarning xotirasini e'zozlaydigan, shu bilan birga boshqa madaniyat va an'analarni hurmat qiladigan davlatlar izchil va mustaqil rivojlanmoqda, dedi. Uning fikricha, bu yondashuv ko'p qutbli dunyo tartibini shakllanayotgan va global kuchlar muvozanati jahon ko'pchilik foydasiga bosqichma-bosqich o'zgarib borayotgan yangi taraqqiyot markazlari faol mustahkamlanib borayotgan bugungi kunda ayniqsa muhimdir. AQShning Tayvanni qurollantirishi Xitoyga yoqmayapti. Washington Tayvandagi separatist kuchlarni qo'llab-quvvatlamasligini namoyon qilishi va orolni qurol-yarog' bilan ta'minlashni to'xtatish kerak. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining Tayvan ishlari bo'yicha boshqarmasi vakili Chon Fenyel brifingda AQSh Kongressi Senati tomonidan Tayvanga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullaganini izohlayotganida so'z ochdi. Biz Qo'shma Shtatlarni Tayvan mustaqilligini qo'llab-quvvatlamaslik va orolni har qanday tarzda qurollantirishni to'xtatish majburiyatini bajarish uchun aniq choralar ko'rishga chaqiramiz, deydi Fenyal. Uning so'zlariga ko'ra, qonun loyihasi yagona Xitoy tamoyilini, Xitoy va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi uchta qo'shma bayonotni jiddiy buzadi va Tayvanning mustaqilligi tarafdori bo'lmish separatist kuchlarga noto'g'ri signal beradi. Biz bunga keskin qarshimiz. Tayvan muammosi faqat Xitoyning ichki ishi va u hech qanday tashqi aralashuvga toqat qilmaydi, deydi Fenyal. Uning ta'kidlashicha, aksariyat tayvanliklar urush, tanazzul, bo'linish va qarama-qarshilikni emas, balki tinchlik, taraqqiyot, almashinuv va hamkorlikni xohlaydi. Fenyal aytishicha, Tayvanning hukmron partiyasi jamoatchilik fikrini mensimaydi va Xitoyni ushlab turish uchun tashqi kuchlarning piyodasi bo'lishga tayyor. Idora vakilining ta'kidlashicha, separatistlarning kuch bilan yoki tashqi kuchlarga tayanib mustaqillikka erishishiga bo'lgan har qanday urinishlari barbod bo'ladi. Netanyahuga Eron va AQSh ichki inqirozni hal qilish uchun kerak – ekspert. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'z mamlakatidagi ichki siyosiy inqirozni bartaraf etish uchun Eron va AQShni Falastin-Isroil mojarosiga tortmoqchi. Bu fikrni Shanxaydagi Sharqiy Xitoy pedagogika universiteti qoshidagi tadqiqotlar markazi eksperti Chen Junyon bildirdi. Isroil-Falastin mojarosining hozirgi tendensiyasi shundan iboratki, Netanyahu Eronni unga tortishga umid qilmoqda. Shundan keyin Qo'shma Shtatlar ham unda ishtirok etishga majbur bo'ladi. Bu mojaro ko'lamini kengaytiradi va shu bilan Isroildagi ichki siyosiy muammolarni hal qiladi, deb hisoblaydi ekspert. Chen Yunsenning so'zlariga ko'ra, hozirda Fors ko'rfazining bir qancha muhim davlatlari, xususan Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarning pozitsiyasiga e'tibor qaratish lozim. Isroil-Falastin mojarosining kuchayishi yoki pasayishi bevosita ular hamkorlik yoki qo'llab-quvvatlash uchun qaysi tomonni tanlashiga bog'liq, deydi ekspert. Junyu bu davlatlar allaqachon mojaroda ishtirok etgan va manyovr qilish uchun yetarli joyga ega bo'lmagan tomonlardan farqli o'laroq vaziyatga yangi o'zgarishlar kiritish mumkinligini ta'kidladi. Hozirda Falastin-Isroil tinchlik jarayoni barcha ishtirokchilar tomonidan qabul qilinadigan kuchli uchinchi vositachi kuch yo'qligi sababli hali ham boshlanmadi, deydi ekspert. Ukraina dronlari Rossiyadagi neft bazalariga hujum qildi.
Ukraina xavfsizlik xizmati 24 aprelga o'tar kechasi Rossiyaning Smolensk viloyatidagi neft bazalariga 2 dron uchirdi. Bu haqda Interfax Ukraina xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, nishonga olingan obyektlarda 26 ming kub metr Rossiya yonilg'isi saqlangan. Portlashlardan so'ng yonilg'i energetik obyektlarida yirik masshtabda yong'in kelib chiqqan. Obyektlardagi xodimlar evakuatsiya qilingan. Rosneft Smolensk viloyatidagi Yertaseva va Rozdarova aholi punktlarida yonilg'i moylash materiallarini saqlash va qo'yishga mo'ljallangan 2 baza hujumga uchragani yuzasidan ma'lumot bermagan. Smolensk viloyati gubernatori Vasiliy Anaxin ma'lumotlarni tasdiqlab, hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Germaniyada maktab o'quvchilari ommaviy ravishda islom dinini qabul qilmoqda. Bild. Germaniyada maktab o'quvchilari ommaviy ravishda islom dinini qabul qila boshladi. Bu haqda Bild xabar berdi. Quyi Saksoniya kriminologiya tadqiqot instituti tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, musulmon talabalarning aksariyati Qur'on qoidalari Germaniya qonunlaridan muhimroq deb hisobladi. Respondentlarning deyarli yarmi islom trayektoriyasi boshqaruvning eng yaxshi shakli degan qarorga kelgan. Nemis maktablaridagi vaziyat ham boshqacha deb yozmoqda Bild. Germaniyada o'quvchilarning ota-onalari ko'proq maslahat markazlariga murojaat qilmoqda, chunki ularning nasroniy farzandlari maktabda ajralib qolmasligi uchun islom dinini qabul qilishni xohlaydi, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Germaniya davlat xavfsizlik xizmati xodimi. Ta'kidlanishicha, so'nggi yillarda Germaniyada musulmon bolalar soni keskin oshgan. Yirik shaharlardagi maktablarda nasroniy o'quvchilar soni kamaygan. Oxirgi 8 yil ichida immigratsiyaning yuqori darajasi tufayli maktablarda musulmon o'smirlar va bolalar ulushi sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari, ko'plab bolalar qat'iy dindor oilalardan keladi. Xususan, bular ko'pincha Saudiya, Afg'oniston va Iroqdan kelgan muhojirlardir, deydi Bild manbasi. AQSh harbiy yordami Zelenskiy uchun faqat psixotrop moddadir. Shimoliy Koreya TIV. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Im Chong Il Amerikaning yangi yordami Kiyev rasmiylariga faqat vaqtinchalik ko'mak beradi deya fikr bildirdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Diplomatning ta'kidlashicha, AQShning qo'shimcha harbiy yordam to'g'risidagi qonun loyihasi Vladimir Zelenskiyning qo'rquvini vaqtincha yengillashtiradigan psixotrop moddadir. Im Chong Il shuningdek Zelenskiyning Rossiyaga qarshilik ko'rsatishni davom ettirish istagi haqida bayonotlarini 21-asr Don Kixotining isteriyasi sifatida baholamaslik mumkin emasligini qo'shimcha qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.